Assalomu alaykum. 14-20 dekabr haftaligi davomida O'zbekistonda va jahonda biznes olamida bo'lib o'tgan yangiliklar haqidagi dayjestimizni boshlaymiz. O'tgan hafta O'zbekistonda yana bir katta jahon brendining ochilishi bo'lib o'tdi. Burger King endi O'zbekistonda rasmiy o'z faoliyatini boshladi. Ochilish marosimi yaxshi bo'ldi deb hisoblayman. Amerika elchisi keldi va birinchi burgerni, o'sha Burger Kingda birinchi burgerni o'zi xarid qildi. Ochilish yaxshi bo'ldi, lekin marketing nuqtai nazardan juda ham bir qiziq voqea bo'lib o'tdi. O'zi biz bilamiz, dunyoda katta brendlarni o'rtasida endi urush deyish noto'g'ri-ku, lekin o'zaro marketing bozorida, reklama bozorida ham bir raqobatni, o'zaro kurashni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Mercedes BMW bilan doimiy ravishda qandaydir bahslarni olib borishadi, Pepsi bilan Cola'ni, Burger King bilan McDonald'sni ham ko'rishimiz mumkin va shunga o'xshash bir juda ham menimcha e'tiborga molik bo'lgan bitta voqea bo'ldi. Burger Kingning ochilish jarayoni, ochilish marosimi bo'layotgan paytda boshqa bir chet ellik O'zbekistonda ishlaydigan franshiza Wendy's kompaniyasi o'zining bir kichik marketing kodini qildi. Ya'ni Wendy's o'sha Wendy'sning logotipida chizilgan personaj kiyimiga kiyilgan bir ayol Wendy's xalq uchun degan bir plakat bilan o'sha ochilish marosimi bo'layotgan joydan o'tib ketdi. Bu narsa ommaviy axborot vositalarini kameralariga tushdi, bu narsani ko'rsatishdi va shu vaqtning o'zida Wendy's o'sha xalq uchun deb boshlab o'sha 25 ming so'm adashmasam setini e'lon qildi. Bu bir juda ham qiziq holat va bunaqa holatlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi o'zi aslida. Burger Kingga omad tilayman O'zbekistonda. Men yana bir bor qaytaraman, O'zbekistonda qancha ko'p xalqaro brendlar bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga majburiy xizmatlarni joriy qilish va kredit kartalaridan to'lovlarni, kreditni qaytarayotgan to'lovlarda qo'shimcha komissiyalarni joriy qilishni taqiqlash bo'yicha tijorat banklariga ko'rsatma jo'natdi. Sababi juda ham ko'p nizoli holatlar kelib chiqyapti. Tijorat banklari mikrozayomlar va kreditlarni ajratayotganda qandaydir qo'shimcha xizmatlarni majburiy ravishda kiritayotganligi yoki kreditni qaytarayotgan paytda o'sha kredit kartalaridan qo'shimcha xizmatlar, qo'shimcha to'lovlar olinayotganligi haqida nizoli holatlar kelib chiqishni boshlagan. Shu sababdan Markaziy bank bunga aralashgan. O'zi O'zbekiston bozorini so'nggi 2 yilda ko'radigan bo'lsak, deyarli barcha banklar juda katta e'tiborni aynan mikrokreditlarga va o'sha mikrokreditlar orqali foyda topishga qaratishayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu holat agar jahon bozoriga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p davlatlarda bo'lib o'tgan va o'sha o'zimizning qo'shni bo'lgan davlatlarda ham ma'lum bir vaqt ilgari juda ham ko'p bo'lgan va bunaqa holatlarda banklar nafaqat kreditdan foyda topishi, balki qo'shimcha qanaqangidir xizmatlardan foyda topishga harakat qilishadi va albatta Markaziy bankning to'g'ridan-to'g'ri funksiyasi mana shunday holatlarni oldini olish yokida majburiy xizmatlarni kiritilmasligiga qarab turish hisoblanadi va bu yaxshi signal, sababi o'sha regulyator o'zining ishini to'g'ri qilayotganligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga bo'lgan tashrifi doirasida biz o'shanda eshitdik va e'lon qilinadiki, endi O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kompaniyalarning ustav kapitaliga investitsiya kiritish uchun, ya'ni kapital harakatlanishi bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar olib tashlanadi degan e'lon qilingandi. Ya'ni bugungi kungacha O'zbekistondan turib, to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondagi hisob varaqlar orqali chet el kompaniyalarining ustav kapitaliga ulushdor bo'lib kirish mumkin emas edi va aynan ushbu cheklov Amerika Qo'shma Shtatlari uchun olib tashlandi. Ya'ni endi siz agar Amerika kompaniyasiga investor bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha Amerikaga investitsiyani aynan ustav kapitaliga kiritmoqchi bo'lsangiz, bemalol O'zbekistondagi hisob varaqangiz orqali, ya'ni O'zbekistondagi shotingiz orqali to'g'ridan-to'g'ri bu ishni qilishingiz mumkin. Dunyoga mashhur Time jurnali 2025-yilning yil odamini e'lon qildi. Biz bilamiz, o'sha Time jurnali ushbu
o'zining nominatsiyasi bilan juda ham mashhur, turli xil yillarda juda ham har xil odamlar o'sha Time jurnalining yil odami nominatsiyasiga ega bo'lishgan va bu yil bu nominatsiya biroz noodatiy holatda bo'ldi, ya'ni bir odamni emas, bir nechta odamni yil odami deb e'lon qilishdi, lekin ularni barchasini birlashtiruvchi bir holat borki, ular barchasi o'sha neyrosetlar bilan, neyrotarmoqlar bilan ishlaydigan yirik kompaniyalarning rahbarlari yoki dasturchilar bo'lishdi. Ularning ichida Mark Zuckerberg, Elon Musk kabi mashhur tadbirkorlar yoki Nvidia'ning asoschisi, Google'ning DeepMind yo'nalishining boshlig'i va shunga o'xshagan yirik tadbirkor va dasturchilar kiritildi. Ya'ni o'sha odatda Time jurnali yil odamini e'lon qilganda o'sha tendensiyalarga bir o'zini bahosini bergan bo'ladi yil davomida va o'sha neyrotarmoqlarning rivojlanishi, sun'iy intellektning rivojlanishining aynan o'sha 2025-yilning trendlari bo'lganiga bu yaqqol misol. O'tgan sonlarimizda aytib o'tdik, bir nechta xalqaro kompaniyalar O'zbekiston, ya'ni bir nechta o'sha qo'shni davlatlarning kompaniyalari, xususan Rossiyaning kompaniyalari O'zbekistonga nafaqat kirishayotganligini, balki O'zbekistonda muqim o'rnatishga harakat qilishayotganligini ko'rgandik va yana bir shunaqa kompaniya, balki endi bu safar Qozog'istonning eng yirik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri RG Brands kompaniyasi O'zbekistonda o'zining ishlab chiqarishini qo'yishini e'lon qildi. Ya'ni ular aynan RG Brands kompaniyasi haqida aytib o'taman. Bular Asu, Ava, Piala kabi ichimlik, ya'ni Piala choyi, Asu suvi yoki Ava ichimliklarni ishlab chiqaruvchi kompaniya hisoblanadi. O'zi Qozog'istonda bular eng katta ichimlik ishlab chiqaruvchi va umuman oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Ular sut mahsulotlarini ishlab chiqarishadi. Pepsi'ni Qozog'istonda o'sha aynan RG Brands kompaniyasi Pepsi ichimligini ham ishlab chiqarishadi va bu kompaniya so'nggi bir necha yil davomida O'zbekistonda juda ham faolligini oshirishdi. Xususan aynan marketing va reklama bozorida ham juda ham katta investitsiyalar bilan kirishdi. Mana 2025-yil davomida deyarli bir xil byudjetlar bilan Cola va Pepsi bilan raqobatlashishdi bozorda va mana endi 26-yildan O'zbekistonga importni emas, balki O'zbekistonda ishlab chiqarishni ochishayotganligini e'lon qilishdi. Bu zo'r yangilik, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarish oshishi yaxshi yangilik va xalqaro brendlarning kirishi ham bu zo'r yangilik. O'tgan hafta nafaqat marketing biznes olamida, balki sport olamida ham juda ham bitta muhim voqea bo'ldi. Men bunaqasini hali ko'rmagandim, balki adashayotgandirman. Birinchi marta xalqaro miqyosda jahon miqyosidagi top bo'lgan futbol klubi bilan nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi, adashmasam boshqa davlatlarda bunaqasini ko'rmaganman, Markaziy Osiyoning brendi hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Artel kompaniyasi Angliyaning eng kuchli futbol klublaridan biri, hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'ynaydigan Manchester City klubining regional hamkori degan nomga ega bo'ldi va ushbu hamkorlik bo'yicha shartnomani imzoladi. Albatta, menimcha aynan o'sha Artel kompaniyasini nimaga Manchester Cityni tanlaganligi menimcha eng muhim faktorlardan bittasi bu o'sha o'zbekistonlik o'yinchi Abduqodir Husanovning aynan City o'yinchisi bo'lganligi, menimcha bu o'sha usulda aytganda ключевой faktorlardan bittasi bo'lgan ushbu klub bilan hamkorlikni tanlaganligi sababi. Men bungacha mana shu bizga qo'shni bo'lgan yoki bizning regiondagi davlatlar o'rtasida bunga o'xshagan katta kontraktni faqat bir marta ko'rganman. O'sha Ozarbayjonning eng yirik neft ishlab chiqaruvchi Sakar kompaniyasi Atletico Madridning homiysi bo'lgandi. Va endi mana Artel xuddi shunday kelishuvga Manchester City bilan erishdi. To'g'risi hali kelishuv detallarini to'liq e'lon qilishgani yo'q. Ayrim manbalar o'sha Manchester Cityning endi trenirovkalardagi ishlatadigan ekipirovkasida logotipi bo'ladi deb aytishdi. Yana boshqa manbalar mehmonda o'ynaydigan kiyimida bo'ladi deb aytishdi. Hali qanaqa ko'rinishda bu bo'lishi detallarni e'lon qilishgani yo'q, lekin ushbu yangilikning o'zi bu juda ham
zo'r yangilik, juda ham zo'r ish va o'zi mana Artel Akfa kompaniyalar holdingi, men ko'p aytaman, juda ham ko'p marketingda yangiliklar qilishgan va aynan kompaniyada marketingi yaxshi ishlashligini yana bitta dalolati, chunki o'sha kerakli trendda, kerakli vaqtda va hali hech kim qilmagan ishni ular birinchi bo'lib qilishdi va bu juda ham zo'r va respekt. 14-20 dekabr haftaligida bo'lib o'tgan yangiliklarimiz shulardan iborat va bu vaziyatdan foydalanib barchani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Bu 2025-yildagi so'nggi haftalik dayjestimiz edi. Keyingi dayjestimizni xudo xohlasa endi yanvarda e'lon qilamiz. Barchani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.